Bu aqliy hujum tezkor o'yinimiz har bitta qator alohidadan qatnashadi. Hozir birinchi qatorga savol beraman. Ikkinchi qator, uchinchi qatorimiz qatnashmaydi. Faqat birinchi qatordagi o'quvchilarimiz qatnashadi. Tushunarlimi bolalar? Boshladikmi? Kim birinchi javob bersa, ana shu o'quvchimiz joyiga o'tiradi. Faqat 3 ta savol beriladi har bitta qatorga. 4 qo'shamiz 3 7 Solixabonu barakalla o'tiramiz. 9 ayiramiz 1 Fariza o'tiramiz. 10 ayiramiz 4 10 ayiramiz Shirina o'tiramiz. Barakalla. Qaysi o'quvchilarimiz g'olib bo'ldi? Shirina, Fariza, Solixabonu. Tabriklab qo'yamiz. Aferin. O'tiramiz hamma. Endi ikkinchi qatordagi o'quvchilar. Turamiz. Ikkinchi qator. Tushunarlimi? Birinchi qatordan ko'rdik-a? 6 qo'shamiz 2 Shohjahon o'tiramiz. Barakalla. 8 10 ayiramiz 4 6 Dilnura o'tiramiz. 10 ayiramiz 7 Mehroj o'tiramiz. Barakalla. 3 Aferin. Kimlar g'olib bo'ldi? Dilnura, Mehroj, Shohjahon. Tabriklab qo'yamiz. Aferin. Qolganlar o'tiramiz. Endi 3-chi qator. Turamiz. Hamma o'rnidan tursin. Tayyormizmi? 10 ayiramiz 8 Jasur, aferin, o'tiramiz. 10 ayiramiz 7 3 Unisi Jasurimiz, Jamoliddinov, aferin, o'tiramiz. 3 qo'shamiz 4 Nurbek, o'tiramiz, aferin. Kimlar javob berdi? Nurbek, Jasur. 2 ta Jasurimiz, Nurbek. Aferin, tabriklab qo'yamiz. Har saqtali.